Hammaga assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari hamda kanalimizni kuzatib boradigan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa Kaliforniya cho'lchanlariga zakaslarimiz davom etyapti. Kaliforniya cho'lchanlari teshib davom etyapmiz. Mana meni qizim bilan. Ha qizim? Nima qilyapmiz? Cho'lchan teryapmizmi? Yashasın. Bir qator qilayotgan ishlarni ko'rsatib ketamiz. Cho'lchanlar ko'rsatishdan oldin. Xo'p, mana hurmatli do'stlar, vaqti bilan qo'l bo'shaganda mana shu cho'lchanlarga tashlagan ozuqalarimizni ag'darib chiqyapmiz. Mana sekin beshlikda olib ishlash mumkin. Bu cho'lchanlarda ozuqalarda yaxshi yeyishga yordam beradi hamda go'nglarda har xil gazlari chiqib cho'lchanlar yeyish uchun juda ham ideal sharoit yaratib beriladi. Endi cho'lchanlarimizni ko'rsatamiz, xudo xolasa. 1 kvadrat cho'lchanlarga zakas solganmiz. Mana terib, tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa mana mashinaga ortib dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bismillah. Mashalloh, mana buni qaranglar do'stlar. Mashalloh. Mana cho'lchanlar. Mana cho'lchanlar. Ho, mana. Cho'lchan teryapmizmi? Mana. Ikkala garobga ham bir xil zichilikda. Hamma joy. To'tala burchagini ham ochib ko'rib olaverasizlar. Mana cho'lchanlarimizni holati mana. Bittadan like arz akalar. Like'ni bosib, podpisatsiya knopkasi bor, obuna bo'lib qo'ysalaring. Xudo xolasa biz kirgizib turgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatishga muyassar bo'lasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.